Men Bobolov Ziyodulla, 71 yoshdaman. Surxondaryo viloyat Oltinsoy tumanidan keldim. Burnim qizarib shishgan edi. Shuni davolanish uchun 4-5 oy qiynalib yurdim. Professorlarga tashqinga 2-3 marta murojaat qilib burunni kesib, natija bo'lmadi hech. Kelib buyoqlarni balzamidan, choylardan ichgandan keyin Xudo o'zi shifo berdimi? 10 kunda yaxshi bo'lib ketdi. Bundan tashqari mana prostata bor edi, prostata yo'q bo'lib ketdi mana shu choylardan ichgandan keyin. 20-may kuni kelib Ali choydan, balzamlardan, choylardan olib ketgandim. 4-5 oylik kasallikda davolanmagan davomida 10 kun ichida yaxshi bo'lib ketdi, Xudoga shukr. Mana alhamdulillah onadan qayta tug'ilganday bo'lib qoldim. Mana hozir shu doktorlarga, shu kompaniyaning hamma ishchilariga rahmat aytish uchun kirdim. Rahmat hammalari, umrlari uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin. Mana men darddan xoli bo'lib ketdim.